Zohidjon, 86 ming yurgan Nexus 2 ni bitta ko'rsataylikmi? Xullas sotiladi bu mashina, mana bitta o'tataman qara. Voy voy voy, qara. O'tashlarni ko'rdingmi? Voy voy voy, 86 ming. O'tataman qara. Yarimta kalit. Nimaga? Chunki 86 ming probegda yurgan Nexus 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Bitta ko'rib baho bering. Kraskasi mutlaqo yo'q. Men Toshkentda ko'ryapman. 8 ming deydi bittasi. Aytdim 8 mingga bilasizmi, qanaqa mashina beradi hozirgi kunda. Biz 86 ming yurgan mashinani undan o'ta arzon bo'lgan narxda qo'yamiz. Mashinamizga qilingan jihozlari 4 ta balon yangi qo'yib qo'yilgan. Probegi egasi aytayapti, halol 100%. Lubostalarga olib ko'rsatib olsa bo'ladi. Probegiga, motoriga javob beraman deyapti. Mashinamiz benzinda yurgan. Bu mashina olsa sizga bitta plus tarafi. 4 ta balon qo'ymaysiz yangi. Tonirovka ruxsatnoma 1 yilga olib qo'yishgan. Tonirovka ruxsatnomada takoy maza qilib yurasiz. Xullas mashinamizni narxini egalar bilan men savdolashdim. Aka buni 7 ming qo'yib bering deydi. Men aytdim, "Yo'q, 7 mingga to'g'ri kelmaydi aka. Sal bo'lida narx qo'yaylik." U qo'yganlar qo'yib qo'yaveradi, u sotilmay turaveradi. Bo'ldi aka kelishdik deyishlarda $6500 sizlarga ko'ndirib qo'ydim. Xudo xolasa aytishdi, agar naqd puli bormi, $6500 dan o'tib ham beraman aka, menga pul zarurroq deydi. Dehqonni o'zida, xudo xolasa telefon qiling pastda nomerga.